Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqatning. Gulnora Karimovaning noqonuniy o'zlashtirilgan pullaridan 95 million dollari Shvetsariyadan O'zbekistonga qaytarilgan. Umumiy kelishuvga ko'ra Shvetsariyadan jami 313 million dollar qaytarilishi rejalashtirilgan. Belgiyadagi 108 million dollarni qaytarish bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. Shuningdek, Shvetsariya va Belgiyadan qaytarilishi kutilayotgan mablag'lar miqdorining kattaligi yuzlab million dollarlar. Bu jarayonning xalqaro darajada ham qanchalik murakkab va muhim ekani haqida signal beradi. Hozirgacha qaytgan 87 million dollar sog'liqni saqlash va ta'lim sohalariga sarflanmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakili va rasmiylar bu pullar o'zbek xalqiga tegishli ekanini ta'kidlashmoqda. Gulnora Karimovaning noqonuniy o'zlashtirgan mablag'lari yillar davomida xalq orasida katta muhokamalarga sabab bo'lib kelmoqda. Shuningdek, tarmoqlarda Gulnora Karimovaning qamoqdan ozod qilinganligi haqida xabarlar tarqalgandi, ammo Oliy sud tomonidan mazkur ma'lumotlar rad etildi. Bu ma'lumotni barchaga ulashib ogohlantirib qo'ying. Eng so'nggi xabarlar bizning kanalimizga obuna bo'ling.